Equinoxmi? Malibuchilar bitta like bosasizlar. Chunki O'zbekistonda konkurent yo'q xullas. Iltimos, bekinib olinglar. Jili Manjaroni shunday sovg'a qilib berib yuboramiz. Malibu zo'rmi yoki Kia K5 zo'rmi deb yuradigan akajonlarim, iltimos, bekinib olinglar. Chunki tezlikni ham, komfortni ham ajali keldi. Kutib oling. Jili Manjaro. Te quiero dar papi sin miedo. Ay, dale, dale, quiero romper, dale, no dale. Turbina motorni eng ko'p o't kuchi eshitishimcha Malibu 2 turbinada ekan. O'shanda ham 245 ta o't kuchi. Jili Manjaro avtomashinasida mana shu gavdasiga 260 o't kuchi qo'yganmiz, lekin biz realistmiz. Hech qanaqa sedanlarga biz tashlamaymiz. Equinoxmi, 2 turbinasi yoki boshqa bir любой inomarka bo'ladimi? Keltiring 2 turbina bo'yicha sport rejimida Jili Manjaroni yutadigani bo'lsa agar, Jili Manjaroni shunday sovg'a qilib berib yuboramiz. Poyga-ku o'z yo'liga, lekin svetoforda turganingizda, mana bu brend ortingizda turgan bo'lsa agar, asta polosani o'zgartirishga to'g'ri keladi. Chunki bu mashina margat qilib o'tirmaydi. Shvetsiyaning Volvo kompaniyasidan ishlab chiqarilgan Jili Manjaroni kuzov qismi 70% po'latdan iborat. Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Malibuchilar bitta like bosasizlar, chunki bunaqa komfort, 3 talab monitorlar sizlar uchun orzu. Bu mashinamiz haqida bitta ichki dunyosini tanishtirib o'taman. Shundan keyin o'zingiz любой inomarka bilan solishtirsangiz bo'ladi. 1, 2, 3 qaysi inomarkada 3 ta monitor, uning ustiga head-up display, Infinity akustika va shu bilan birga kattagina panorama lyuki bor. Eko koja va alikantaradan ishlangan sizenalarda ham isitish, ham sovutish, uning ustiga 6 xil massaj rejimlari mavjud. 7 xil rejimda yuradigan Jili Manjaro avtomashinasida O'zbekistonda konkurent yo'q xullas. Komfort bo'yicha ham, tezlik bo'yicha ham, narx bo'yicha ham. Agarda konkurent bo'ladigan bo'lsa, men sizlarni albatta kutaman. Mashinamiz yo'qgan bo'lsa, unda bitta like bosib qo'ying. O'zi O'zbekistonda Jili Manjaroni konkurenti bormi? Bo'lsa agar kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. O'sha gap, vizifni hamma uchun tashlab qo'ydim. Barchangizni kutib qolamiz. Avtomashinamiz narxi qiziqmi? Unda kommentariyada plyus qoldirishingiz shart emas. Avtomashinamiz narxi atiga 508 million 900 ming so'm. Jili Manjaroni rassrochkaga ham xuddi shu narxda berib yuboramiz. Rassrochka grafik kerak bo'lsa, unda mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizning manzil Buxoro shahar Vladavta Cityda joylashgan Jili Buxoro avtosaloni. Barchani kutib qolamiz.